keyin qo'lni bering. Hay bismillah. Savdo qilamizmi? Qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Hop. 14,5 mingga berasizmi aka? Ya. Naqdga olib qolaman. Boyaga gap. Hozir mana video so'mga ketyapti, rozi bo'lasiz. Endi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana 2018 u bitta qo'l minilgan. Yaxshi mashina. Endi ehtiyotsizlik bo'lib endi. Mana ikkita eshigi sepilgan ekan. Ha, eshikda bor, krilo Mana bor. eshik, orqa krilo. Orqa krilo Tekshirishdi aka, ko'rdim. Bir Ko'rdinglar. qo'lmi bu? Bir qo'l. Mana ham chiroyli qilib, ishlarni alkantaralar qilib, hamma narsa qilib qo'yilgan. Balonlar, hadovoylar hammasi GMda bo'lgan. GM o'rnatilgan, original qo'yilgan. Endi aka, nima deydi? To'g'ri aka, chizilganiga, sepilgan ichlariga o'tmagan. Uni ham ko'rdim aka. To'g'ri. Endi biz O'zbekiston sharoitida aka, hammasi bir kraskaga borib taqalib qo'yganda. 14,5 ming naqd sanayman aka. Agarda kanalga qo'yib bersangiz, ozgina balandroq qo'yib beraman. Nima deysiz aka? 16 bo'lsa mayli qo'ying. 16 ming ancha baland aka. Endi yaxshi. Keltirib ro'yeting aka, qo'yib yuboraylik. Baraka topib maza qilmaysiz. Nima deysiz? Mayli, oldingizga kelmizda 15,5. 15,5. Ashalik kantaralar yo'qotida olib qo'yardim-da aka. Juda chiroyli ehtiyotlab qilingan, yaxshi qilingan. Aka qarang, bitta gap aytaman. 14,800 dollarga meni kanalga qo'yaman. Agar 300 so'mga ukam desangiz, 14,5 mingga naqd olaman. Mayli 14,600 ga naqd olaman. Nima deysiz? Endi Bering aka. Barakasini bersin aka. Mana bitta o'zi ko'rib turibdi-da, mana savdo qiladigan bo'lsangiz borib, mana bitta qo'yib qo'yadi. Shuning uchun bittasi kanalga qo'yib yuboramiz. Kimga nasib qilsa so'radi-da. 15 mingga qo'yaman aka. Siz ham ichingizdagi shu bo'lib turgan bo'lsa kerak. To'g'rimi aka? 15 ming. Keling 200 qo'shing mayli. Yo'q aka, 15 mingni o'ziga qo'yaylik. Xo'p deng aka. Baraka toping aka. Mayli. Bo'ladimi aka? Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Hop. 164 ming yurgan 2018 204 atmosferli motor. Gaz-paz umuman qo'yilmagan. Вообще hayotida. Yo'q. Umuman. Bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina. Srochniga bosib olsanglar bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Arzon burun kuzatishda davom etinglar.